3. qism. Bulağa japa samagın oğlum. Hilimi atang apang derdingni astatmedi. İşimi bir yegi berip kaldı. Tantışlarının bir neçidin balısı ba. Qara, o kız senin sınlığından mı kiçik durmamdı? Neri yarmaydı sana? Dep nasihat kıldı, yeni çoğunladım biri. Bir gece yol mıngıp herip çarçap kettinla. Silami kirip aram ilanla. Biz mi aram alaylı, dedi. Ve bana özü tunuşturgan kıyın sınlım bolsa, turun yenge, uyumuzga ekirip koyay. Deginice meni asta er ayal ikimizge tayyorlangan hujra uyga ilip mangan idi. Men o'rnimdan turib, "Ata, apa, atiganda ko'rishayli", dedim. Qiyin apam, qiyin atamla, "Ha, bo'ladi qizim, chiqib aram iling. Sizmi biz bilan billa bekli charchab ketdingiz. Yaxshi aram ilinglar. Atiganda sahar turmusanglarmi bo'ladi. Qizlar naştılıqni hujringizga ilib chiqib beradi qizim", dedi qiyin apam. "Ma'qul apa, undaq bo'lsa atiganda ko'rishayli", deganimcha qiyin singlim bilan billa yurib ketdim. Qiyin singlim orqasiga qarab, "Aka, sen qachon kirsa?" deb so'radi. Erim bo'lsa o'ltirgan yerdan midirlamay, "Ha, avval sen yengangni akirib qo'yib qaytib chiq", dedi. "Ma'qul, chaqanroq chiqarsan, yengam yangi uydan qo'rqib qolmasin yana", "Arqamdan chiqaman", dedi. Bu uy 3 qavatlik bo'lib, mening yotoq uyim 2-chi qavatga joylashgan edi. "Mana yenge, bu sizning hujra uyingiz bo'ladi", deginicha qiyin singlim uylarning har bir o'rinlarigacha menga bir-birlab tunishtirib qo'yib, qaytib chiqib ketdi. Men uyga kirgandan keyin yangi uyim bilan asta-asta tunishib chiqishga boshladim. Kiyim ishkapiga silingan shuncha ko'p kiyimlarni ko'rib hayron qoldim. Men bu uyga kelmay turib, men uchun tayyorlangan bu kiyimlarni bekli yoqtirib qolgan edim. Men hujra uyga kirib, aytavr 2 soat atrofida o'tgandan keyin eshik ochilib, Ali kirib keldi. "Men sizga avval aniq aytib qo'yay. Men hozir azroq aroq ichib kedim. Esingizda bo'lsinki, men sizni emas, balki boshqa birini yaxshi ko'raman. Uqdingizmi? Shundaqla atam apamlarni bek yaxshi ko'raman. Ham bekli hurmat qilaman. Chunki ular meni beqib, mushunchalik qilgacha oz jabot atmadi. Shunga ularniki har qanday gapini rad qilolmayman. Atam apamlar sizni bek yoqtirib qoldi. Ammo men olaman degan qizni yoqtirmadi. Lekin men ko'nglimni ikkiga bilamayman. Siz vaqtincha mush uyda turib turing. Asta-asta sizga ko'nglim chiqib qolsa, ajab emas. Ammo men yaxshi ko'rgan o qizdan hargiz voz kechmayman. U ham mendan voz kechmaydi. Deginicha karvatga o'zini tashlab yotadi. Balkim kichiklikim bo'lsa kerak. Asta kiyim-kechaklarimni almashtirib, Ali yotgan karvatning yana bir tarafiga chiqib yotdim. Bekla herib charchab ketgachkimikin beshimni qo'yibla uyquga ketgan edim. Bir chaqlarda pong qilgan ovoz bilan Ali ustimga tashlandi. Rana, men sendan hargiz voz kechmayman. Biz mangu birga o'tamiz. Deginicha quloq tubimda asta pichirlaydi. Men ustimdagi Alini ishtirolmagan edim. "Siz nima deyapsiz? Men Rana emas, neri turing." Kuchimning baricha ishtirgan bo'lsam-mu, Alini ishtirib etolmadim. Ko'zni yumib ochqicha Ali mendan oladigan omonatini ilib bo'lgan edi. Men bo'lsam bir chet tugilib yotgan holatda yig'lamoqda edim. Mening qizliqimni boshqa bir ayolning ismini chaqirib oldi-ku bu Rostila mas bo'lib qoldimi yoki avval menga degan gapiga amal qila olmay shu ayolning ismini chaqirib menga yaqinlashdimi degan xayollarni o'ylab yetgan edim.
Boptu. Bäribir biz toy qildik. Bu mening erim emasmi? Lekin bundaq bo'lishini xolamaydim. Ko'zlarimdagi yoshlarimni aytib etib, erimga qarab yotdim. Ali o'zining gunohini tunigandek meni tortib akilib, mahkam bag'riga besib, chin quchoqlab yotadi. U yanala: Rana, men seni bek yaxshi ko'raman. Bek yaxshi ko'raman. deb so'zlab o'tadi. Bu qandoq bo'lg'ini? Ali, mening ismimni bilmam degandi. Yoki menga Rana deb ism qo'yganmidi? Yoki u Rana degan ismni yaxshi ko'ram degandi? Deganlarni o'ylab, uxlab qopdim. Tong etibdi. Yotgandan sug'urilib, o'rnimdan turishimga mo'jidan chiqqan Ali ochiqlab: "Ay, men sizga nima dedim, ha? Men sizni yaxshi ko'rmayman. Men yaxshi ko'radigan boshqa bir qiz bor demadimmi?" Deginicha menga koyiblik etdi. Xuddi men xato qilgandekla, xuddi uningga men chiqilib, uning qizligini elib olgandekla. Men bir ig'iz javoblashmay, yerga qargan peti ko'zlarimdan to'kilgan yoshlarimni aytib, ulgurtanmay turatdim. Alining ovozi unlik chiqqan bo'g'achqa qiyin opam noyit tizla ikkinchi qavatga chiqqan edi. Nima bo'ldi, Ali? Bu yoqqa chiqqin. Atdiganda nim jidal qilsa? Ali bo'lsa bo'sh ovozda: "Hech ish yo'q, apa. Mana hozir tushimiz. Pastga tushgach turing." Degash menga qarab: "Endi bo'ldi qiling, yig'lamang. Bo'lg'iliq bo'ldi. Men azroq etiklik qilib qo'ydim. Sizmi ondoq bexasalik qilmasangiz bo'ladi" deb ovozini bo'sh chiqarib, menga yolvurgandek qiladi. Men yig'amdan to'xtab: "Undoq bo'lsa, mening qilganim xatomi? Men nima qildim? Sizni bo'zaq qildimmi? Biz to'y qilgan tursak, bu uyda bir tal karvatdan boshqa karvat bo'lmasa, men nada uxlaydim? Acaba yerda yetishim kerakmidi?" deb uningga qaradim va yanala yig'lashga boshladim. Ali asta yonimga keldi. Bo'ldi. Xatolik mendiki. Yig'lamang. Bundan keyin sizga qo'pol tegmayman. Deginicha ko'zimdagi yoshlarimni olqonlar bilan surtishga boshladi. Eshik chekildi. "Aka, pastga tushamsizlar, noshta qilaylik." Deginicha bir qizning ovozi anglandi. Ali bo'lsa: "Ha, mana biz chiqyapmiz" deb javob qaytardi. "Tez bo'ling, kiyimingizni almashtiring. Pastga tushib noshta qilamiz. Cho'nlar bizni saqlab qoldi. Tezroq bo'ling, men saqlab turay" dedi. Men oldin tayyorlab qo'ygan kiyimlardan ko'nglimga yoqqan bir tal ko'ylakni ilib kiyib chiqdim. Bu sizmi? Bu ko'ylak sizga bexli yarashibdi. Deginicha Ali menga zo'q bilan qarab turadi. Yuraklarimning ritmi tezlashib ketgan edi. Alining ko'zlari mendan boshqa hech narsani ko'rmagandek tikilib turadi. Men o'ng'aysizlangan holda: "Mening tayyorligim bitdi. Pastga tushamdoq" dedim. Ali bir yoqlardagi xiyoldan diqqatini yiqqandek cho'chib ittikla: "Ha, ma'qul" dedi. Ikkimiz birga pastga tushdik. Hammaylar tomoq ustida bizni saqlab qolgan edi. "Voy, kelinglar bolalarım, kelinglar. Sizlarni saqlab noshta qilmay o'ltirdik. Ha, qani ilinglar. Birga noshta qilaylik" dedi qiyin opam. Ali ikkimiz bir-birimizga o'dil o'ltirgan bo'lib, Ali menga tikilgunicha ko'zini uzmay qarab turadi. Alining bu holatiga qarab, huduqqanimdan cho'k tutgan qo'llarim titramoqda edi. Opam: "Bo'ldi qil, bu qizni tomoq yegila qo'y" dedi. Ustaldagi boshqalarmi bizga havasli qarashib o'ltirishadi. Shunda qilib, noshtadan keyin o'rinlashtirish bo'yicha
bu yerning qoidasi bo'yicha to'y murosimi o'tkazdik. Bu yerdagi to'ymu nihoyatda dog'dug'liq oyoqlashgan edi. Murosim zaldan qaytayli deb minishimizga eshik tubida bir ayol bilan udulma-udul kelib qoldik. Ali sal to'xtab qoldi. Men bu yerda boshqa birini tunimag'ach, Alini saqlab eshik tubida turdim. U ayol Aliga: "Sen mushundaqla qaytamsan? Mushi ishing bo'ldimi? Sen buni bir qoida uchun qilaman degan eding-ku. Endi rostga aylantirib cho'ng to'y qilding-ku. Hammaylar uningki sening ayoling ekanligini bilib bo'ldi. Men qanday qilaman? Ayta. Men endi qanday qilaman?" deb Aliga savollarni yog'dirib atgan edi. Ali bo'lsa: "Aldırmay tur. Bu sana degandek bir qoida. Bu cho'nglarning qoidasi. Men cho'nglarning rayiga baxmasam bo'lmaydi. Meni bilsan-ku, opamni bek yaxshi ko'raman. Opamning har qanday talabini cho'qim o'rindab berman. Gapimni anglar ana. Oldimizda bizga fursatlar ko'p. Menga ishon. Men seni hargiz tashlab etmayman. Sen kelgusida mening ayolim bo'lasan" degan gaplarni qildi. Eshik tubida mening borligimni ko'rib turib, mushu gaplarni davatgan tursa, men bu uyda qanday yashayman? Ko'z oldimda ochiq oshkora fikr almashtiryotdi-ku bular. deganlarni xiyol qilib, ko'z oldim qorong'ulashishga boshladi. Oldimizda chiqib ketgan qiyin otam, qiyin opamlar: "Bo'linglar Ali, mang'in" deb to'lishi bilan Ali men tarafga kelib: "Yuring, mayli" dedi. Uning chiroyida hech qanday o'zgarish yo'q. Hozirgi gaplarni odatdagi gaplar qatorida meni anglasin deb da'vatgandek qiladi. Balki menga bek ta'sir qilgan bo'lsa kerak, chiroylarimni tatirib ketgandek qiladi. Men Ali bilan ozroq huduqqan holatda mangdim-yu, kallam qop-quruq edi. Mashina tuviga kelganda qiyin opam: "Vey qizim, nim bo'ldingiz? Chiroyingiz tatirib ketibdi-ku" degandila. Ali menga bir qitim nazar tashlab qarab qo'ygan edi. Hech ish yo'q opa. Shu ozroq charchab qolgan o'xshayman, dedim menmi chondirmasdan. Shunda qilib uyga qaytib keldim. Qiyin otam, qiyin opamlar: "Bekmi charchab ketdingiz qizim? Chiqib aram eling" dedi. "Ma'qul amsa, ota opa, atiganda ko'rishaylik" deb ustiga qarab chiqib ketdim. Hujra uyimga kirgandan keyin butun badanimga o't ketgandek, ichimga sig'magandek karvatga o'zimni tashildim va yuzimni yostiq o'rib olib, qattiq esa deb yig'lab ketdim. Bu uyda men yolg'iz bo'lg'achqa meni bezlaydigan odam yo'q. O'zimni o'zim to'xtatib, yuz ko'zlarimni yuyib bo'lib, kiyimlarimni almashtirib yetib qoldim. Taxminan birer soatdan keyin Ali kirib keldi. Bugun u yana mas edi. Üstü beshidagi kiyimlarni almashtirib karvatga tashlandi. "Rana, mening omoq gulim. Men seni hargiz tashlab etmayman. Sen kelgusida mening ayolim bo'lasan" deb pichirlayotdi. Shu gaplarni anglab, butun badanim tikillashgandek, uning qo'ynida yetishmi menga bir xil yerginishlik bilindi. Uni ittirib etishni o'yladim. Ammo yanala mening kuchim uningga yetmagan edi. U yana barliq ishlarini tamomladi. Har qitimli hayajonlangan vaqtlarda Ra'naning ismini la chaqirib yotadi. "Ra'na, mening omoq gulim. Men seni hargiz tashlab etmayman. Sen kelgusida mening ayolim bo'lasan." Uningga ichimdan bir xil nafratlandim. Acaba qo'ynida yotgan ayolning ismini bilmaydigan erni erim deb yuramdim. Menga qilingan haqorat emasmi bu?
deganlarni xiyol qilib unsiz yosh to'kdim. Karvatning bir burchigida yig'lab yotgan peti tongni Namlıq köp qismliq avazlıq əsərinin 3-cü qismini anlatdıq.